DLC ishqibozlari, bugun sizlar bilan mana bu kelgan World Cup Heroes futbolchilarini olamiz. Xo'p, ular yangi kelibdi va darajalari zo'r. Ayniqsa Ronaldo, Messilarni o'tgan safar ola olmaganlar. De Bruyne'ni 86 yo'qlar. James Rodriguez bilamiz 2014-yilda dahshat natijalar qilgan. Keylor Navas 2014 va o'shandan keyin Realga o'tgan payti. Hamda bu yerda Perisic bor 2018, Guardiola bor 2022. Hamda Walker 2018 84 darajali. Walkerni bilamiz 83 ga ham chiqmagan. Pik payti bo'lgan Manchester Cityda, bilsangiz 2023-yilda Manchester City olgan, lekin shunda ham kuchaymagandi, lekin mana 2018-yil kartasini chiqaribdi. Albatta holati zo'r. Xo'sh, endi bularni olish imkoniyati qancha bizda? Xo'p, bizda mana bu yerda ko'rishimiz mumkin 709 ekan menda. Xo'p, buni men qanday kuchaytirdim? Xo'p, sariq futbolchilarni ko'proq olib qo'yish kerak. Sariq futbolchilarni. Xo'p, sariq futbolchilar qancha ko'paytirib qo'ysangiz, buni bosgan paytingizda sariq futbolchi yoki bu tushadi. Agar sariq futbolchilar bilan to'ldirib tashlasangiz, sariq futbolchilar kamayadi. Buni ya'ni prosenti oshadi. Xo'p, endi undan tashqari bizda 7 ta bor, olmos 1876 ta olmos bor. Qani ko'ramiz. 15 tagacha yetmasligi mumkin olmosimiz. Keyingi videoda ulab ketishimiz mumkin. Xo'sh, buning uchun biz aytganimdek sariq futbolchilarni hammasini oling, qancha joyingiz bo'lsa. Menda joy 64 ta bo'lgani uchun pulim kam qoldi, oldim, qo'limdan kelgancha oldim. 64 ta edi joyim va menda 60 ta futbolchi bor, yana 4 ta joy qoldi, lekin pulim yetmagani uchun mayli. Tavakkal qilamiz. Undan tashqari nimaga 64 ta emas 73 ta ko'rsatyapti desalaring, bu futbolchilar hisoblanmaydi, bilasizlar. Xo'p, ana endi bismillohni aytib sekin ochishni boshlaymiz. Hop, bizga birinchi o'rinda Ronaldo 87 kartasi обязательно kerak. 86 Ronaldo bor, menda 96 hozir. 86 Messi ham bor. 86 hop, De Bruyne ham bor, lekin 87 bu boshqa daraja baribir. Keylor Navas ham bor, lekin u darajasi past. Hop, Guardiola, Walker ham tushsa yaxshi bo'lardi. Hozir menga De Bruyne kerak emas, to'g'rirog'i bu yerda chiqish kerak. Bu yerda faqat De Bruyne kerak emas, qolgan hammasi bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hop, qani birinchi urinish. Bismillahirrohmanirrohim. Ayyo, siz tushmadi. El club ha comprado este impresionante fichaje para pasar al siguiente nivel. Ana darajamiz oshdi, chunki sariq futbolchi keldi, oshdi. Qani, bismillah. Este ambicioso equipo muestra su nuevo fichaje. Ana 801. Turkiyalik Este fichaje sí que promete. Ana 802. Futbolchilarimiz to'ldi. Bitta futbolchini sotib yuborishga majburmiz. Bizlar sizga jakani sotib yuboramiz. Ozcha jaka to'ptirsa ham bo'ladi. Mixtariyani sotib yuborganmiz. Xo'p, 802 ga oshdi va 802 dan bundan ortiq oshmaydi menda. Argentinalik futbolchi. Ko'ramiz kim bo'lishi mumkin. Do'stlar, kim bo'lishi mumkin, jigarlar. Mana afsonaviy legenda Lionel Messi 87ligi tushyapti. Omadimiz bor ekan, oldik Messi. Qani endi Ronaldoni bitta tushib bersa, armonimiz yo'q edi, afsuski tushmadi. El club ha comprado este impresionante fichaje para pasar al siguiente nivel. Bilasiz, Realga o'tdi. Dumfries. Futbol sotishimiz kerak ekan. Messini sotaveramiz. Yo'q, Dumfries qolsin, Real futbolchisi.
Menda 2017 real bor, 2022 real bor. Ha. Yerlar. Este equipo de gran poder adquisitivo ha comprado una nueva superestrella. Futbol sotish kerak. Shitda kartasi menda bor qizili. Hozir chiqqani. Ispaniyalik. Menimcha chiqmadi. Este ambicioso Ferran equipo muestra su nuevo Torres. fichaje. Legenda futbolchilari. Birlashamiz. 356 ana sizlarga. Mayli. Afsus, nima bunday bo'ldi? ¡Qué magnífico fichaje! Los aficionados no pueden creerlo. ¡Qué fichaje tan grandioso! Han comprado a Szoboszlai. Szoboszlai kimni sotib yuborsak bo'ladi? Dumfries, Güler, Xhaka juda ketdi. Buncha olmos sarflaymiz. Angliyalik Walker bo'lsa edi. Walker kutaman lekin qora. El club ha comprado este impresionante fichaje para pasar al siguiente nivel. Hozirgi yaqin do'sti desak ham bo'ladi. Belgiyalik El club ha comprado este impresionante fichaje para pasar al siguiente nivel. Va oxirgi ishlatishimiz va Fransiya bilan tushmoq. Es Kingsley Coman. Coman tushdi do'stlar. Mayli, kuzatganingiz uchun rahmat. Messini oldik biz. Shuncha agent, shuncha nima harakatimizga qaramasdan va bilasiz 15tagacha 15taga yetib borsangiz 15-futbolchi 100% tushadi. Xo'p, men hozir 7 ta qolibdi. Ya'ni 7 ta otsam, 7 tadan keyin aniq tushadi. Aniq. 7 ta uchun men olmos yig'ishim kerak. Mayli do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat.